Mana hurmatli kuzatuvchilar, hozir men Uzun tumanidagi Otchopar mahallasiga kelgandim. Mana bu yerda xullas mana ko'rinib turgan bo'lsa, shu yerda ikki xonaga uy solgan, 4 sotiklik yerimiz sotilyapti ekan. Hozir mana bu yerda fundament quyilgan, ikki xonaga bitta koridor, ikki xona uyni sal ko'tarib qo'yibdi, yarimdan mundaroq qilib. Xullas bu uyni bahosiga keladigan bo'lsak, bahosini kelishamiz deyapti, hali bir narx aytgan yo'q. Sharoitlarga keladigan bo'lsak, sharoiti issiq, zo'r joy. Mana bu yerda svetlarimiz o'tgan, lekin hali kelmagan. Mana qo'shnilarga svet kelgan. Mana shu uyning nariyog'ida asfalt yo'li bor, sentralniy yo'l. Suvlarni bu yerda toshib ichar ekan. Lekin bu yerda bahorda juda chiroyli joy bo'ladi. Mana bu tomonlari agar mana qo'shnilar ham fundament solib qo'ygan mana bu yerga, bularga uy solgan, hali kelib yashashmaydi. Endi mol qo'y boqsa bo'lar ekan, tovuq-povuqqa qiziqadiganlar bo'lsa. Hozirgi ko'rsatgan yerimiz mana bu uyimizning orqa tomonida, mana asfalt ko'cha mana bu yerdan o'tgan. Mana suv, ichimlik suv mana bu yerga kelgan. Bir kunda ertalab, kech payt adashmasam suv berar ekan. Pochkalar qo'yib qo'ygan, suv postoyanno bor ichida hozir. Xullas mana shu uyning orqa tomonida mana ko'rayotgan bo'lsalaring, tepaga bodom, mayda-chuyda daraxtlar ekib qo'ygan. Xullas yashasa bo'ladi, chiroyli joy. Mana bu yerda svetlar kelgan. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagida telefon nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Mana bu tomonlarda daraxtlar ekilgan, bemalol. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana bu yerga bashni ham kelgan, katta bashni.